Qozog'iston bilan O'zbekistonni solishtirsak bo'lar ekan, undan ko'ra yaqinroq anaqa ekan. Qozog'iston bilan bir vaqtda biz mustaqil bo'ldik, to'g'rimi? Qozog'iston nima yo'l qildiki? Mana Qozog'istonda ham ishlagansiz. Qozog'iston qanaqa qilib bunaqa tez rivojlanib ketdi? Pul oqimi qayerga bordi? 90-yillar oxirida. Bizda konvertatsiya yopildi, hamma pul Qozog'istonga ko'chib ketdi. Bo'lmasam Markaziy Osiyoni, o'sha O'rta Osiyo davlatlarini mana baribir 90-yillardan keyin hamma dunyoda yirik kompaniyalar O'zbekistonga kelganda. Ya'ni bosh ofisda hammasi O'zbekistonda bo'lgan. Qanaqa qilib bosh ofisdan O'zbekistondan Qozog'istonga ko'chib ketdi? Nima bo'ldi? Faqat bitta o'sha konvertatsiya yopilgan. Konvertatsiya yopildi, hamma Qozog'istonga ko'chib ketdi. Qozog'istonda dunyoning eng yirik kapitallari kirdi, dunyoning eng yirik kompaniyalari kirdi, dunyoning eng yirik ilmlari kirdi va tabiiyki bu narsa tez ko'tarib yubordi. Lekin hozir teskari tendensiya bo'lyapti. Buni ham aytib o'tish kerak. Mana Qozog'istonda ham ishlaganimizda o'tdi, kontaktda qolib o'tdik, tadbirkorlarning gruppasida o'tiraman, suhbatlarni eshitaman. O'tdi ham sal ancha hozir kichik biznes qiynalib qoldi. Ancha qonunchiligida o'zgarishlar bo'ldi, soliq qonunchiligida va juda ko'p tadbirkorlar O'zbekistonda ofis ochishni yo'lda yuribdi, ya'ni jarayonda. Ochganlar bor, bu yerga kelib biznesni boshlab olganlar bor va umumiy muhitni gapiradigan bo'lsangiz, muhit qayerga qochamiz Qozog'istondan degan muhit paydo bo'ldi. Hozir katta xato qilishyapti o'zlari nuqtai nazaridan, ya'ni o'zlarini o'sha bo'layotgan aynan tadbirkorlikni rivojlantirishda va biz O'zbekiston o'laroq bu narsadan foydalanib qolishimiz kerak. Bu yerda kerak bo'lsa propaganda qilishimiz kerak. Kerak bo'lsa o'sha davlat darajasida chiqib Qozog'istondan keldi, mana O'zbekistonning sharoitlarini qaranglar deb bu yerga olib kelishga harakat qilishimiz kerak. Hamma qozog'istonlik tadbirkorlar hozir shu narsadan qo'rqib o'tiribdi. Butun mediasida bo'layotgan suhbatlar qaranglar, hozir O'zbekiston bizdan o'tib ketadi degan qo'rquv bor va asossiz emas. Bu PR bo'lyapti, hamma shovqin bo'lyapti. O'shanda Qozog'istonliklar qanchadir qismi biz O'zbekistonga kelyapti. Shunaqa. Kela olmaganlar ham yopilib ketyapti. Juda ko'p bankrot bo'lyapti, chunki soliq tizimi ancha yomonlashdi hozirgi kunda. Hattoki mana biz ham mana ofis ochib turgan paytlarimizda o'sha paytda boshlangan edi Qozog'istonda, ya'ni hali yagona единый налогlarni paroqlari tushirildi. NDSlarni anaqalari o'zgardi, stavkalar o'zgaryapti, o'sha paytda o'zgardimi ham hozir bilmayman. Ya'ni juda ko'p kichik biznesga nagruzka tushadigan qonunchilikda o'zgarishlar bo'ldi Qozog'istonda va biz bu narsadan foydalanishimiz kerak. Chunki pul shunaqa qo'rqoqki, bitta oqib ketadi. Hattoki mana hozir Dubayda ham nimadir bo'lyapti, foydalanishimiz kerak. Dubaydagi pul tikmayman degan nechta dunyodagi investorlar bor. Endi kimdir bu narsa bilan shug'ullanayotgan bo'lsa ham kerak. Endi yana bir bor, u narsalarni biz yaxshi bilmaymiz nima bo'layotganini, lekin mana tadbirkor darajasidagi fikrlarni bildiraman.